Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bugun Vodiy Liganing 3-mavsumini 2-bahsi bo'lib o'tyapmiz. Andijon davlat universitetiga tashrif buyurdik. Hozir ichkariga kiramiz. Hakamlar nima deyapti? Muxlislar nima deyapti? Jamoalar nima deyapti? Tashkilotchilar qalay? Tashkilotchilar yaxshimi? Yaxshi tashkillab beryaptimi? Hammasini jamoalar bilan birma-bir tanishamiz, o'z fikrlarini bildiramiz. Xullas kalom, bizni kuzatishda davom eting. Biz ichkariga ketdik. Va yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Aka yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hayotda qaysi jamoasi? Farg'onadan keldik aka. Farpinator jamoasimiz aka. Anchadan beri kelib yuramiz baqa. Faqat kelib ketamiz xolos. Qoladigan bo'lib ham keldinglar Anjanga. Bir qadam aka, 67 kilometr uygacha. Kelmayman deb boryapman. Uka qalaysiz? Rahmat. Qachon chiqasizlar? 11-bo'lib. 11-bo'lib. Kayfiyatlar qanaqa? Zo'r, siz kelmaysizgacha. Bo'ldi, yo'qolsin ham bo'lsin. Repetitsiya qalay bo'ldi? Faqat to'g'risini ayting. 2 kun tayyorlandi, to'g'risi. Bo'ldimi? Nimcha ko'p? Biz yo'l-yo'lakay tayyorlandik. 2 kunda yig'ildik aka biz. 2 kunda yig'ildinglar, lekin hali ham tayyorgarlik yo'q, ha? Pirchatkani endi top endi kiyapsizlar. Xullas kalom, Farmon ukajonlarim. Ular aka. Sizlar bilan hazillasizlar, kayfiyatlar ko'tarib qo'ydi. Alloh omadinglar bersin. Ilohim aka. Yutaveringlar. Bizga kim yutishdan qat'iy nazar, bizni vodiylik yutsa bo'ldi, boshqalarga yutib. Xullas kalom, vodiylikga zo'r. Qalaysizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli aziz. Kameraga Assalomu alaykum. Juda ham hayajondamiz. Bugun Vodiy Liga 2-o'yin. O'tgan safar Yunep jamoasi do'ppi olgan. Bu safar do'ppi oladimi, yo'qmi? Nima deysizlar bolalar? Olamizmi? Xudolar zo'r bo'ladi. Tayyorgarlik juda avjida, qizlarimiz ham kelgan. Hech qachon qizlar bilan chiqmaganmiz. Bugun qizlar bilan chiqyapmiz. Birinchi yangilik bu. Ajoyib bo'ladi. ayolliklar nima deydi, xotinliklar nima deydi shuncha qizlar? Ayolimiz uxlatib qo'yib, keyin efirga beringlar iltimoslar. To'g'risi. Yaxshi, kayfiyatlar yaxshimi? A'lo darajada. Chiqishlar qanaqa darajada? Xudo xolasa a'lo darajada. Buni endi muxlislar hal qilib beradi. Xudo xolasa menimcha yomon emas, yaxshi. Ideyalardan ko'ngillar to'g'mi? Albatta, ideyadan muammo yo'q. Chotga. Omadinglar bersin. Doston Akbarov eng zo'ri. Vodiy Liga zo'r. Ashnat Bedodi. Hamma ras ushadimi? Nima bo'lyapti? Ya, qog'oz zo'r bo'lyapti aka. Yaxshi bo'lyaptimi? Zo'r. Chiqdinglarmi? Shukr, chiqib oldik. Chiqdinglar? Samolyotda. Yaxshi bo'ldimi? Ha, og'alar nomiga dog' surtdik. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qalay kayfiyatlar? Kayfiyat zo'r aka. Yaxshimi? Ha, yordik, ye. Birinchisi nima edi? Bunaqa savollar bersak aka. Savol. Yaxshi, xullas kayfiyatlar yaxshimi? Zo'r aka. Vodiy Liga sharoitlari qanday bo'lyapti? Vodiy Liga sharoitlari zo'r. Tashkilotchilar nima deydi? Tashkilotchilarga rahmat. Mana shu akam, Doniyor akam shular boshchiligida yaxshi bo'lyapti aka. Mana yosh biz Yangi ustum. Yangi ustum. Hozirda yangi ustum. Masalan, bolalarga mana apchikyapti. Shu Vodiy Liga sabab bo'lyapti aka shularga. Xullas kalom yaxshimi? Zo'r aka. Yutinglar, to'g'rimi? Albatta. Ashnat Bedodi. Bu ham yangimi? Ha, yangi. Siz nima? Dilshodbek. Qachondan chiqishni boshladingiz? Kecha bo'ldi. Uydalarga aytdingizmi ishqilib? Qanday bilmadim. Bo'pti, xo'p. Chiqishinglar zo'r bo'ldi. Yaxshimi? Maza qildingizmi? Qaysi jamoa qayerdan tashrif yurgan? Vodiy boylari jamoasi Farg'onadan tashrif buyurgan. Toshkent iqtisodiyot menejment institutida Farg'ona kampusning Vodiy boylari jamoasi. Kayfiyatlar qalay? Kayfiyatlar yaxshi. Maza qildingizmi? Maza qildik. Xumor, hobbi. Farg'onada qachon qilamiz endi? Farg'ona xudo xolasa keyingi o'yinda Farg'onada bo'lish kutilyapti. Xudo xolasa barcha Vodiy ligasining muxlislari kutib qolamiz. Kelaverasizlar, Doston Akbarov yutgan alni uzolashmanglar. Ashnat Bedodi sog' bo'linglar. Bosinglar, zo'r chiqdinglar. Sen nimasan? Men pingviyman. Haqiqatan ham qora pingvin. Bo'ldi, boshingni aylantirib qo'yman. Sen hozir Farg'onadan ketib Andijonga kelib olding, a? Andijonga kelib oldim. Qo'ziga kelding. Qo'ziga keldim. Ana qochib ketgan pingvin senmi? Ha, o'sha. Nima? Qayerda yuribsan? Men muhabbatimizni izlab yuribman. Voy, muhabbatingga. Kayfiyatlar yaxshimi? Shu paytda, ya. Ha, mashinasi zo'r-da. Hozir qalay bo'lyapti? Zo'r, cho'tki bo'lyapti, yunib chiqyapti. Kayfiyatlar yaxshimi? Zo'r. O'zinglar qalaysizlar? Zo'r. Omadingiz bersin. Hakamlikka o'tirganingizda biz juda ham xursandmiz. Keling, Ilhom aka. G'ayrat Mahmudov hamda Ilhombek Boynazarov. Bular oldin boshqa komandada chiqardi, hozir qaysi komandada chiqyapsizlar? Hasanno jamoasi. Bilmaysizlar, biz qaysi tomondan chiqamiz? Yo'q, men internetda hali men boshqa kiyim dedim-ku hozir. Hasannoda chiqyapmiz. Hasanno jamoasi bizni taklif qildi. Taklif uchun rahmat avvalo.
iloji boricha ana taklifga yarasha xudo xolasa natija qilib berishga harakat qilamiz. Ha, g'ayratli. Ha, biz endi to'g'ri bu safar tayyorgarlik qilgan vaqt ozroq bo'lib qoldi. Bir kun ham emas. Lekin zo'r bir edi. chiqdi. 12 soat ichida 8 soat uxlab 4 soat chiqilib chiqdik. Nasib keyingilarga mana bugundan tayyorgarlik boshlayapmiz hozir. Tezroq syomka tugasa mana taylanadi. Xullas kalam syomka tugadi, biz ish qilishimiz kerak, g'isht qo'yishimiz kerak, nasiyatga olishimiz kerak. Ya, hozir uyga yozib qo'ydik.